So'z Navoiy viloyati hokimi senator Tursunov Normat To'lqunovichga. Assalomu alaykum aziz va qadrli vatandoshlar. Avvalo sizlarni Navro'z umumxalq bayrami shukuhi davom etayotgan ayni kunlarda muborak Ramazon hayiti va bugungi ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Uzoq yillar yonma-yon yashagan, Xudanda bo'lib ketgan xalqlar o'rtasidagi aloqalar deyarli to'xtab qolgan edi. Chegaralar bekilgan edi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan qo'shni davlatlar bilan chegaralar ochilganda qancha odamlar quvonch ichiga sig'may yig'laganini hammamiz ko'rdik va davlatimiz rahbariga duolar qilishdi. Mana shunga ham qariyb 10 yilga yaqin bo'lyapti. Bugungi kunda bir-biriga qon qarindosh, Xudanda bo'lib ketgan xalqlarimizning bordi keldisi ham tobora mustahkamlanib bormoqda. İlk bor 3 tomonlama samit bo'lib o'tmoqda. Albatta ushbu samit 3 mamlakat o'rtasidagi mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashda muhim qadam bo'ladi hamda Markaziy Osiyoda xavfsizlik, barqarorlik va farovonlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Va albatta bugungi shu Sintob qishlog'ida ham mana 3 millat, 3 davlat aholisi bilan mana 3 millat bilan uchrashib turganimiz bu Tojik va Qirg'iziston bizni birodarlarimiz, bizni do'stimiz, qarindoshlarimiz. Men hozir bekorga aytganim yo'q, mana Xudanda bo'lib ketganligi, yaqin qarindoshdek bo'lib ketganligini mana bugun Sintobdan kelib ko'rishsin. Avvalambor aziz do'stlar, sizlarni yana bir bor muborak Ramazon hayiti va bugungi do'stlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklab, azaliy qadriyatlar, an'analar va urf-odatlar bilan bo'lgan xalqimizning do'stligi abadiy bo'lsin. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Rahmat.